Bugun biz avtomat uzatmalar qutisiga hamda mexanik uzatmalar qutisiga ega bo'lgan avtomobillarning farqi haqida qisqacha ma'lumot beramiz. Mexanik uzatmalar qutisiga ega bo'lgan avtomobilning narxi arzonroq, yoqilg'i sarfi kamroq, lekin uning qulayligi, uzoq yo'llarda, shahar ichidagi harakatlanish jihatidan haydovchiga birmuncha noqulayliklarni keltirib chiqaradi. Avtomat uzatmalar qutisiga ega bo'lgan avtomobil esa biroz qimmatroq, yoqilg'i sarfi biroz ko'proq, lekin shu bilan birgalikda haydovchi uchun yetarli darajadagi komfortni beradi va shahar ichida yoki uzoq yo'llarda harakatlanish davomida haydovchining charchog'ini ancha kamaytiradi. Qisqa qilib aytganda, avtomat uzatmalar qutisini narxi biroz qimmatroq bo'lishiga qaramasdan aksariyat haydovchilar tanlov qilyaptilar. Shunday ekan, bu ikki holatning farqini tushuntirishni o'zi hojat yo'q, chunki aholi o'zi bilib bo'ldi qaysi biri qulayligini. Va shu bilan birgalikda avtomat hamda mexanik holatda amalga oshiriladigan boshqa ishlar ham xuddi shunday farqqa, tafovutga ega. Men nima haqida aytganimni to'g'ri tushundingiz deb o'ylayman. E'tiboringiz uchun rahmat. Salomat bo'ling.